Assalomu alaykum azizlar. Normal vaznli insonlarda qanday qilib insulin rezistentlik paydo bo'lishi mumkin? Bu vazn hisobiga emas, ya'ni ortiqcha vazn hisobiga emas, balkim mushaklar hajmini kichirayishi, ya'ni mushaklar yetarlicha hajmga ega emasligi natijasida hosil bo'ladi. Ya'ni mushaklarning o'rnini yog' qoplaydi, lekin ortiqcha vazn bo'lmaydi. Bunday holat bugungi kunda juda ham ko'p uchrayapti va ko'proq yoshlarda, o'smirlarda va mana shunday bu qizimizda ham gormonlar bilan o'zgarishi bor, ya'ni qalqonsimon bezda o'zgarish bor, gipotireozlar borga o'xshayapti va kamqonlik bor, semirib ketishdan qo'rqqanlar, pitaniya yaxshi bo'lmagan va kamqonlik kabi alomatlar bor. Natijada mana shunday o'zgarishlar bor. Buni davolasa bo'ladi o'rtoqlar.